Benzin haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'ling. O'zbekneftgaz birja savdolariga chiqarilayotgan kunlik avtobenzin hajmini talabga qarab yetarli darajada oshiradi. Bu haqda 20-yanvar kuni Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, sovuq havo oqimi natijasida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari, metan zapravkalar faoliyatiga kiritilayotgan qisqa muddatli cheklov munosabati bilan birja savdolariga chiqarilayotgan avtobenzin hajmi oshiriladi. Buning uchun barcha hududlarda zarur miqdorda zaxiralar yaratildi. Iste'molchilarning avtobenzinga bo'lgan talabini to'liq qondirish masalasi davlat nazoratiga olinib, barcha zaruriy choralar ko'rilgan. Shu o'rinda xususiy avtozapravkalar egalaridan narxlarni sun'iy ravishda oshirmasliklarini, avtobenzinni sifat va miqdor jihatdan to'g'ri sotishlarini so'raymiz. Nazorat tadbirlari kuchaytirilib, narxlarning asossiz ravishda oshirib yuborilishiga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekneftgaz matbuot kotibining aniqlik kiritishicha, shu kunga qadar birja savdolariga qo'yilayotgan kunlik 3700 tonna benzin talab va taklifga qarab 5000 tonnagacha oshiriladi. 11 dekabr kuni Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga hisobot bergandi. O'shanda u vodiy viloyatlaridagi metan zapravkalarga ko'chma konteynerlar orqali tabiiy gaz yetkazib berish tizimi 22 dekabr ishga tushirilishini ma'lum qilgandi. Vazir gaz quyish shoxobchalari 150 ta konteynerlar bilan ta'minlanishini aytgan. Va'da qilingan kundan yarim oy ziyod vaqt o'tgan bo'lsa ham konteynerlar ishga tushganicha yo'q, deyiladi xabarda.